Assalomu alaykum hammaga. Keling, bugungi kun savollarini ko'rishni boshlaymiz. Demak, matematikadan boshlaydigan bo'lsak, bir sinfdagi 30 nafar o'quvchidan 18 nafar matematika to'garagiga, 16 nafar ingliz to'garagiga qatnaydi. Har bir o'quvchi kamida bitta to'garakka qatnashadi. Nechta o'quvchi ikkala to'garakka ham qatnaydi? Bu yerda bitta formuladan foydalanamiz, ya'ni 30 ni tenglab olamiz. 18 ta matematikaga borayotgan o'quvchi va unga qo'shamiz 16 ingliz tiliga borayotgan o'quvchi va bulardan ikkalasini qo'shilmasdan ikkita fanga borayotganini ham ayirib tashlaymiz. Shunda 30 teng bo'ladi 34 minus x ga. Bu yerda x topadigan bo'lsak 4 ta, ya'ni 4 ta o'quvchi ikkala fan to'garagiga ham qatnashadi. Buni tekshirib ko'radigan bo'lsak, matematikadagi 18 dan 4 ayirsak, faqatgina matematikaga boradiganlar 14 ta. Faqatgina ingliz tili boradiganlar 16 dan 4 ayirsak 12 ta va 4 ta ikkita fanga boradigan bolalar soni chiqadi. Bularni jami qo'shilmasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, 4 ga qo'shamiz 12 ni, qo'shamiz 14 ni. Buni javobi 30 bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javobimiz B varianti, ya'ni 4 bo'ladi. Tanqidiy fikrlash savoliga o'tadigan bo'lsak, Andijonda yozgi kitob o'qish dasturi tashkil etildi. Maqsad bolalarni yozgi ta'til davrida kitob o'qishga jalb qilish. Biroq ko'pchilik bolalar o'qigan kitoblarni shunchaki qisqa ko'chirib yozib topshirishgan, o'zi to'liq o'qimagan. Qaysi fakt bu maqsadni zaiflashtiradi? Variantlar: kitoblar ro'yxati oldindan berilgan. Bolalar ko'plab kitoblarni faqat qisqacha ko'chirganlar. C variant: kutubxonalar kechqurun ham ochilgan. D variant: o'quvchilar bolalarni rag'batlantirgan. E variant esa ba'zi bolalar oilalari bilan birga o'qigan. Maqsad bolalarni kitob o'qishga jalb qilish. Savolda aytilgan muammo: ko'pchilik bolalar buni o'qimasdan qisqacha ko'chirib topshirishgan. Demak, bu holat maqsadga erishmaganligini ko'rsatmoqda. Buni variantlarda izlaydigan bo'lsak, B variantda bolalar kitob o'qimasdan ko'chirgan. Aynan muammoni ko'rsatadi, maqsadni zaiflashtiradi. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob B variant bo'ladi. Endi muammoli masalaga to'xtaladigan bo'lsak, 4, 8, 7 va 6 raqamlari bilan tuzilishi mumkin bo'lgan 24 ta to'rxonali raqamlar mavjud. Bular takrorlanmasdan ishlatilishi kerak. Bu sonlarning eng kichik va eng kattasini o'rta arifmetikini toping deyilmoqda. Bu yerda eng kichik to'rxonali sonni tuzadigan bo'lsak 4678 bo'ladi. Eng kattasi 8764 bo'ladi. Buni o'rta arifmetikni topadigan bo'lsak 6721 bo'ladi. Shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda E. Endi ingliz tili savoliga to'xtaladigan bo'lsak, you wear this when it's cold outside. Ya'ni tashqari sovuq bo'lganda siz uni kiyasiz. A varianti jaket, ya'ni jaketlar. B variantda t-shirts, ya'ni futbolkalar. C varianti esa sandals, ya'ni yengil oyoq kiyimlarni nazarda tutmoqda. Bizda bu yerda it's cold deyapti, ya'ni tashqarida sovuq bo'lganda kiyiladigan narsani topishimiz kerak. Shuning uchun ham bu jaket, ya'ni jaket bo'ladi. To'g'ri javob A variant bo'ladi. Xuddi shunday Prezident maktabi imtihonida tushishi mumkin bo'lgan savollarni ishlash uchun bizning blueprep.uz saytimizdan ro'yxatdan o'tib, bu yerdan ishlab ko'rishingiz mumkin. Birinchi test bepul. Agar yoqadigan bo'lsa, bemalol biz bilan bog'lanib test ishlashda davom etishingiz mumkin. Hozircha bugunga shular. Xayr, salomat bo'ling.